Kulağın kerakmi? Ha? Hozir olib beraman, qo'lingga kerak bo'lsa. Kulağın kerak bo'lsa, ha debdi. Shatta kesib qo'liga beribdi. Yo'q, kerak emas degandi, unaqa desa, shatta olibdi-da, kesib ikkinchi qulog'ini kuchukka iltib yuboribdi. Apandi, tushundingmi? Mana shu yerda yana shu jog'i makka yopishgan edi. Bo'yin qiyshiqlik bilan kecha operatsiya qilganmiz. Mana kasalni umumiy ahvoli yaxshi. Mana bo'yinlari tekis bo'ldi. Yuzi simmetrik bo'lib qoldi mana. Yopishayotgan edi mana shunday. Mana qilib chandaga bilinmaydi pashti. Mana hech qanaqa bilinmaydi mana. Ipini olib qo'yiladi, bo'ldi. Shu bilan Xudo taolo shunaqa to'qima qilgan chetga. Kesilgan joy bilinmaydi keyinchalikka. Mana hozir ham hech qanaqa nima yo'q, gematoma yo'q. Bosh tikka bo'lgan, chiroyli bo'lgan mana. Ushlab turing. Qonash yo'q, yarasini bekitamiz, hozir gips qo'yamiz. Kraniotorakalniy gips bog'lan deyiladi buni. Bu ham juda qo'yishi qiyin bo'lgan gips bog'lan. Tug'ilish paytida bo'yin muskullari bola teskari kelganda yagadishni keladi-da. Dumba bilan kelib qoladi. O'shanda dimiq qolmasin deb aksyorkalar keyin tezda bolani tug'diramiz deydi-da. Yo'liga to'g'rilab qo'yadi. Shunda qisilib qoladi. Dumba bilan kelgan teskari kelgan bolalar yo'lni ochib bera olmaydi, kichkinada dumba. Bosh sig'may qoladi onaning yo'liga, tug'ilish yo'liga. Natijada keyin to'g'rilaganda shu bo'yindagi muskullar tortilib, go'shtni ichiga keyin gematoma qon quyilib qolsa oldiroq o'tir. Natijada chetdagi mana shu boshni ilklantiruvchi musculosternocleidomastoideus deyiladi. Shu narsani ichiga qon quyilib qoladi. O'sha qon keyinchalik chandiq bo'lib, nimani muskulni o'stirmasdan chandiq qilib qo'yadi. Qoshini sal ko'rsatib qo'yaylik shuni. Ha? Qosir ekan bu bola deyishmasin. Kulağın kerakmi? Ha? Hozir olib beraman, qo'lingga kerak bo'lsa. Kulağın kerak bo'lsa, ha debdi. Shatta kesib qo'liga beribdi. Yo'q, kerak emas degandi, unaqa desa, shatta olibdi-da, kesib ikkinchi qulog'ini kuchukka iltib yuboribdi. Apandi, tushundingmi? Yaxshimisan? Qani to'g'ri turchi o'g'lim endi. Tur. Boshini baqa oldirga olamiz ichi. Ushlab turing deya qilib. Bukchayma, faqat bukchayma. Mana shunday darajada urgangin, xo'pmi? Og'zingni ochchi. Bo'ldi, qolgan hammasi keyin parafin massajlari bilan zo'r bo'ladi.